Assalomu alaykum azizlar. Bugungi kunda bizning eng ko'p o'ylantirayotgan savollardan biri nega saraton kasalligi hatto bolalar orasida ham ko'payib bormoqda? Keling bugun birgalikda bu haqida javob izlaymiz. Birinchi omil atrof muhitdagi zaharli moddalar. Bugungi havoda, suvda, hatto ovqatimizda ham ko'plab kimyoviy moddalar bor. Plastmassa idishlar, pestitsidlar, yoqilg'i gazlari, bularning hammasi bolaning o'sayotgan hujayralariga zarar yetkazadi. Ikkinchi omil sifatida olimlar elektron qurilmalar va radiatsiyalarni sabab ko'rsatishmoqda. Telefon, planshet, Wi-Fi bolalarimiz hayotining bir qismiga aylangan. Ammo bu qurilmalar chiqaradigan elektromagnit to'lqinlar uzoq muddatda hujayra DNKsiga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar foydalanish vaqtini cheklash juda muhim. Va uchinchi omil noto'g'ri ovqatlanish. Fast food, gazli ichimliklar, shirinliklar. Bular bolalar orasida juda mashhur, lekin tana ichidan yallig'lanish, inflammatsiya keltirib chiqaradi. Bu esa immun tizimini zaiflashtiradi va saratonga qarshi kurashishni qiyinlashtiradi. To'rtinchi omil sifatida immunitetning pasayishini aytishmoqda olimlar. Kam uxlash, stress, harakatsizlik, sun'iy ovqatlar bularning barchasi bolaning himoya tizimini sustlashtiradi. Sog'lom immunitet esa saraton hujayralarini tanib yo'q qila oladi. Va beshinchi omil genetik va epigenetik omillar. Ba'zi bolalarda genetik moyillik bo'lishi mumkin. Ammo ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, atrof muhitdagi zararli omillar genlarni uyg'otishi yoki o'chirishi mumkin. Bu esa saraton xavfini oshiradi. Va nihoyat 6-omil sifatida shahar hayoti va havoning ifloslanishini aytib o'tishmoqda. Yirik shaharlarda havo iflos, odamlar asabiy, oziq-ovqatlar esa ko'pincha kimyoviy moddalarga to'la. Shuning uchun sog'lom hayot uchun tabiat bag'rida sayr, toza ovqat va sokin hayot zarur. Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, farzandlarimiz sog'lom bo'lishi uchun tabiiy va qo'shimchalarsiz ovqat yeyishlari, plastik o'rniga shisha idishlarni ishlatishlari, telefon va planshetdan uzoqroq vaqt o'tkazishlari, yetarli darajada uxlashlari va eng muhimi baxtli, tinch muhitda ulg'ayishlari kerak. Sog'lom bola, sog'lom kelajak. Farzandlarimiz uchun atrof muhitni toza, yuraklarni esa mehr bilan to'ldiraylik azizlarim. O'ylaymanki, bu videomiz ham biroz bo'lsa-da kimlar uchundir foydali bo'la oladi. Keyingi videolarimizda g'oyibona ko'rishguncha o'zingizni hamda salomatligingizni asrang.